programdan uchrashuv qilishimiz kerak-da bizlar. Gaplashib muammolarni hal qilishimiz kerak-da. Shunga savollar o'zida muammo bo'lsa, ertasida yozib olamiz, beramiz. Sizga nima muammo? Kimda muammosi? Bir boshdan aytaveringlar, kim to'lab ko'rdilar. Shuni aytinglar, men yozib olaman, sertifikatga tashlaveramiz, tezroq pul beramiz. Turib gapiravering. Chorvachilikdan shug'ullanmoqchi. Turib akajon, turib gapiring. Familiyangizmi? Halil Azamov. Buzoq mahalla. Halil Azamov. Buzoq mahalla. Chorvachilikmi? Ha, chorvachilikdan shug'ullanmoqchi. 17 millionlik, ha? Rossiya qadam. Buni yozib oldingiz, orqaga beramiz. Sizga qaysi mahalla? Sharqi mahalla. Familiya ayting. Ismoilova. Sizga biznesga birinchi qadam, ha? 17 million. Chorvachilik, ha? Sharqda. Yana kim yo'q? Hujjat yo'q. Siz aytaveringlar bir boshdan. Qaysi mahallasiz? Yangi Aryok mahalla, familiyani ayting. Kim? Ubaydullayev Sekova. Ya, ayting. Qaysi mahalla? Hafqaron mahalla. Nashta ishchi, bitta ishchi bilan. Hafqaron dedingizmi? Kim familiya? Ostonov. Yana kim? Qaysi mahallani aytish familiya? Tojikiston mahalla kim? Murodjonov Dilshod. Dilshod, ha? Chorvachilik sizga, Chorvachilik. Valmozi mahalla. Kim familiya? To'rayev Azizbek. Chorvachilik. Hujjatlar so'rayapmisiz? O'zingizmi? O'zingiz hujjat so'rasiz, to'lab turib, ha? Hammasi to'lab bo'ladi. Yo'q, mahallangiz. Oqmachit mahalla. Oqmachit mahalla. Familiyangiz kim? Xudoyberdiyev Ramziya. Chorvachilik, ha? Hujjatlar to'lab qo'ygan, to'ldirgansiz. Tojikiston. Sho'liyeva. Hujjatlar sizlar. To'lov hujjatlaringiz hammasi? Bugun topshirasiz. To'lov hamma hujjatlaringizni 2 kunga sizni olib beradi, chiqarib beramiz. Boshqa masala qolmadi, ha, bularni to'la. Yozib oldik hamma masalalarimizni ijroga olib beramiz. Xudoga 2 kunga. Rahmat.